Oromgohlar.uz saytiga kiring. Bosh sahifada yuridik shaxslar uchun bo'limni tanlaganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va telefon raqamingizni kiritasiz. So'ng kelgan SMS kodni maxsus bo'lmaga kiriting. Endi tashkilot vakili haqidagi ma'lumotlarni to'ldirish zarur bo'ladi. Ism, familiya sharifingizni, pasport ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Keyingi bosqichda tashkilot haqidagi ma'lumotlar to'ldiriladi. Tashkilot nomi, hudud, tuman, a'zo tashkilot, yuridik manzil, stir, bank nomi, hisob raqami va bank MFOsi. Xizmat ko'rsatish shartlariga rozi bo'lishni belgilasangiz, ro'yxatdan o'tish yakunlanadi. Shundan so'ng joylarni band qilish tugmasini bosib, oromgoh joylashgan hudud, oromgoh nomi, sizga qulay smena hamda yo'llanmalar sonini tanlaysiz. Qo'shimcha smena va yo'llanmalar sonini ham kiritishingiz mumkin. Tayyor tugmasini bossangiz, ekranda band qilingan yo'llanma ma'lumotlari chiqadi. Ma'lumotlarni tekshirib, tasdiqlash tugmasi bosiladi. Ariza yuborilgandan so'ng oromgoh ma'muriyati shartnomani qabul qilib, ko'rib chiqadi. Shu paytda biron holati shartnoma yuborildiga o'zgaradi. Tashkilotingiz shartnomani Didocs orqali tasdiqlangandan keyin oromgoh ma'muriyati promokodlarni yuboradi va rezerv holati kutilayotganga o'zgaradi. Promokodlarni ko'rish uchun ID raqami ustiga bosing va aktivlash kodlarini yuklab oling. Yuklab olingan kodni chop etib, xodimlarga tarqatishingiz yoki Telegram orqali yuborishingiz mumkin. Har bir kodda yo'llanmalarni qanday aktivlashtirish bo'yicha yo'riqnoma mavjud. Xodim yo'llanmani aktivlashtirgandan so'ng uning holati aktivlashtirildiga o'zgaradi. Yuridik shaxslar uchun oromgohlar.uz orqali yo'llanma xarid qilish bu tez, qulay va shaffof jarayon. Agar savollaringiz bo'lsa, bizning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.